Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Uyg'urlar. G'ullarning qisqacha tarixi. Qadimgi zamon Uyg'ur adabiyoti qatorliq o'lmas asarlari bilan xalqimizning yuksak hurmatiga erishgan dangliq tarixchi, talantli shoir Turg'un Almasni tanımaydigan Uyg'urlar yo'q deyarlik bo'lsa kerak. Bu yil 30-oktyabr marhum tarixchimiz tug'ilganligining 100 yillik xotira kuni. Xalqimiz so'ygan ham qalblarining to'ridan o'rin bergan bu faxrlik o'g'lonni hurmatlar bilan yod etamiz. Men kitap o'qish munbiridagi qarindoshlarimga vakolatan o'zimda bor kitoblar ham ijtimoiy taratqulardagi ba'zi uchurlardan foydalanib marhum tarixchimiz haqida qisqa bir yozma tayyorladim. Oldi bilan huzuringizga shuni o'qib beraman. Turg'un Almas apandi 1924-yili 10-oyning 30-kuni Qashqar Koni shahar noyisi Davlatbog' yezisining Torbo'g'iz kentida bir tijoratchi oilasida dunyoga kelgan. 2001-yili 11-sentabr Urumchida kasal sababidan 77 yoshida qazo qilgan. Turg'un Almas apandi o'rta va boshlang'ich maktablarni Qashqarda o'qiydi. 13 yoshida ota-onasi bilan birga G'uljaga berib o'ltiraqlashadi. 15 yoshida Urumchiga kelib, ayni vaqtdagi Urumchi Darul Muallimida o'qiydi. 22 yoshida Lushin adabiyot institutiga berib o'qiydi. Turg'un Almas apandi ilgari keyin bo'lib, boshlang'ich maktab mudiri, jamoat xavfsizlik xodimi, tahrir va tarjimon bo'lib ishlab, keyin maxsus adabiy ijodiyat bilan shug'ullandi. Turg'un Almas apandi Uyg'ur tilimizga yaqin keladigan o'zbek, qozoq tillarini bilishdan boshqa yana xanzu tilini nihoyat mukammal biladi. Rus tilini ham biladi. Turg'un Almas apandi hayotida son-sanoqsiz ig'ir kunlarni beshidan o'tkazgan. Turmalarda yotgan, ig'ir jismoniy emgaklarga selingan. Ammo har vaqt qaysarlik bilan umid var yashagan. Vaholanki 1991-yili Turg'un Almas apandining yezish huquqi elib tashlangandan keyin marhum tarixchimizning qandoq kunlarni yashaganligini, qandoq hissiyotli bo'lganligini bizlar hatto tasavvur qilmasligimiz mumkin. Turg'un Almas apandi adabiy ijodiyat yo'liga qadam olgandan boshlab she'r, drama, povestlarni yozgan. Nurg'un ilmiy maqolalarni yozib, o'xshamagan jurnallarda e'lon qildirgan. Tallarim yaproq nomliq she'ri ta bugunga qadar naqsh qilib aytilib kelyapti. Turg'un Almas apandi 50-yillardan boshlab tarix tadqiqotiga kirishib, o'xshamagan manbalardagi mo'l tarixiy materiallarni to'plashni boshlagan. U bir tarixchida bo'lishga tegishli mas'uliyatchanlik va ilmiylik mavqesida ching turib, 30 yildan ortiq izlanish orqali Uyg'ur adabiyoti tarixi va Uyg'ur tarixiga doir xeyli ko'p sondagi ilmiy maqolalarni e'lon qilgan. Shundaqla ham cho'ng hajmdagi ilmiy tadqiqotlarni nashr qildirgan. Yig'inchoqlab aytganda, Turg'un Almas apandi Uyg'ur tariximizning qadimgi zamon va o'rta asrdagi haqiqiy qiyofatini yozib qoldirgan.
Onlarning qisqacha tarixi. Bu 1986-yili Qashqar Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Uyg'urlar bu 1989-yili Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Qadimki Uyg'ur adabiyoti bu 1989-yili Qashqar Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Yana Uyg'ur idiqut xonligi, Türklar qatorliq o'lmas asarlar ham bor. Kitob o'qish munbirimizda marhum tarixchimizning bir necha parcha ilmiy maqolasi o'qildi. Albatta, buningdan keyinmi ham davomli o'qiymiz. Xo'sh, bugun huzuringizga ikki parcha she'r sunaman. Biri Tanlarim yaproq nomli she'r. Yana biri marhum tarixchimiz ömrünün oxirida yezib qoldirgan she'rlaridan Ipargul nomli she'r. Oldi bilan qisqa bir askartish berib o'tay. Tanlarim yaproq degan bu naqshini mening rahmatli dadammi dutar chelib nihoyatda chiroyli aytadi. Mening biladiganimmi ham shu mush tekstlardi. Tanlarim yaproq nomli bu she'rning naqshi qilib aytilgandagi teksti bilan 100 mashhur Uyg'ur shaxs nomli ikki qismliq kitobga kirgizilgan Turg'un Almas haqidagi mazmunda qistirilgan Tanlarim yaproq degan she'rning teksti ancha o'xshamaydi ekan. Men oldi bilan bir o'qib beray. Musha haqda biladigan qarindoshlar bo'lsa, kitob o'qish munbirimizning inkas supsiga biroz biladiganlaringlarni oyimay bir tushuntirish berasizlar. Xo'sh, Tanlarim yaproq. Tanlarim yaproq titra to'xtadi. Yuragim dardlik erkin so'kmadi. Chunki ey yorim sening holingni ko'rdim pig'onda g'uncha chog'ingni. Astilab o'sib 15 ga kirdim. Teximi dahshat bosdi padakni. Dushmanni bilmay do'stum deb yurib bir zolim qonxo'r azdi yurakni. Uyg'on ey yorim raqiblar yomon. Gar uyg'onmasang yig'latur zaman. Mening chiroyim sarg'aydi saman. Endi men ketdim, sen qolg'in aman. Qadrlik yorim, suygan omriqim. Endi men ketdim, sen qolg'in aman. Bu hozirgi naqshi qilib aytilayotgan tekst. Endi 100 mashhur Uyg'ur nomli kitobga kirgizilgan Tanlarim yaproq nomli tekstni o'qiy. Tanlarim yaproq titrab to'xtadi. Yuragim dardlik erkin so'kmadi. Chunki ey yorim sening holingni ko'rdim pig'onda g'uncha chog'ingni. Bo'ylaring nozik, kelishgan zilva. Harakatlaring sho'x, qiladi jilva. Chochlaring uzun, har dam yalpinar. Qora qoshlaring har yon talpinar. Ko'zlaring xumar, javhari yonoq. Oymi xijildur, jamoling bak oq. Lekin bilimsiz, nodonliqqa qul. Bulbul qo'nmagan, puroqsiz bir gul. Xushbo'y puruqi qeni gulingning. Bormi qimmati o'tgan kuningning. O'yla ey singil nodonliq yomon. Gar o'qimasang
Yığla tur zaman. Tınşa koçini dostlarım öter. Dilleri yoruq mektepki yeter. Ögünüp ular hayat yolunu östürmekçiğu arzu gülünü. Elip sen derhal ulardın ülge tahirsiz yol al ana mektepke. Nemi degen esil şeir ha? Şahsen men meyli naqsh qilib aytilgan teksti bo'lsin yoki kitobga kirgizilgan tekst bo'lsin, har ikkisini shunday yaxshi ko'rdim. Xo'sh, ikkinchi parcha she'r Ipargul. Ipargul. Texcha yeshilgan emasmish bir sir. İnsanning taqdiri degan tepishmoq. Dunyoda yulduzi o'xshaganlarmi? Təs ikən biri bilən tepişmaq. Qutulmay nadanlıq asarətidən, təqdirə aldınıb ötdüq köp zaman. Pən ilim əhlinin cəsarətidən, yaşnıdı hesapsız bostan gülistan. Növbəti maslaşıb kəldimi Ahmet. Aldımda uçtum tut, boldum namayan. Yak sen bəxtimnin külüp içilgan, xuşburaq gülümü hiç solmaydıgan. Qaradın yıqınlıq, sırlıq köz tikip, təbəssüm aralaş yürekni qiynap, hayacan ilkede yürüküm eğip, ornağa düşmedi ta soqup oynap. Tanrının kudreti uluğ hem çeksiz. Senimi yaratkan umak özgeçe. Goya sen keçisi utluk yultuzdek. Yanı sen tam seher gece. Ipargul üçmez ut köydürediğen. Tanrım köyüdü yenip. Ya ki sen senemmu söydürediğen, yenişlap köysemmu seni köp qitim, qanmada yürügüm bir qitim tinip. Bilmedim keşgüzning optipi siman, ilman muhabbet mani yoluqqan. Hayatning köngülsüz dert elemleri, köksimge tikendek qaçan qatalgan. Ketmen bir günü məngü jiraklap. Pinhanda köz yumgan anam qeşiğa. Kelemsen Ipargul meni yat etip, cimcit qaranğı qabre beşiğa. Nemi degen pasahatlik qurla ha? Xoş, kitap oqış munberimizning hürmetlik müşterileri. Merhum tarixçimiz tug'ilganligining 100 yillik xotiri yilida kitap oqış munberimizda merhum Turg'un Almas Efendining asarlaridan tanlab pat-pat huzuringizga sunamiz. Xoş, oxirida qisqa bir sinni sunaman. O bo'lsa-mu o'tganda qizim bilan birga Toshkentga borgandagi ko'rinishlar. Bu qitim eng oxirgi bo'lim Toshkentdagi sayohatlarimiz. Xayr xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Xayr xo'sh.
Tungan ayallah ki. أشهد أن محمدًا رسول الله. Assalamu alaykum. Kitap okuş munbiri avlatlar turbitimizning hurmatli mushtarilar. Bugun men O'zbekistonning Toshkent shahrida havo ko'rayotganinglardek o darajadami ochiq emas, simsim yomg'ir yig'yotidi. Kishiga shundoq bir xil orom baxsh etadigan. O'zbekistonda bu qitim bir hafta 10 kun turib qolamiz. Bu jarayonda Buxara, Samarqandlarga berish orzuyimiz bor. Xudoyim buyursa, u yoqlarga berib, rasmlarga, chiroyli sillarga tortib, bu go'zal davlatninki, ya'ni vatanimizdan kelgan shamollar, hidlar ancha-muncha puraydigan mana shu go'zal davlatda sayohatda bo'lgan jarayonimizdagi ko'rinishlardan hoziringlarga sunamiz. Qizim Dilfuruz bilan birga. Bugun biz Baraxxon madrasasininki bu nihoyatda go'zal qurilishlarning orasida shundoq aylanib yurdik. Haqiqatan bir kelishga, bir ko'rib ketishga tegishli yerga shundoq bir xil hayajonlandik. Ha qizim. Ay. Bolala. Ma isso são se ia lá na mão. Bolala. Jigli de Malik. Diga lá balam, sık baktı da. Rahmetçi bu. Birinci çayliş verem sədəmdir. Uyğun. Mana. Yok, peynir aynı. Demin gidip baksana alabilirim. Hard. River.
Sente. Wow. Hazır biz Əlişir Navayi tiyatrxanasının aldıda əfsus sən təşkil qatdıq, içigə kirib görüş imkaniyeti yox ekan. Al yan tərəfdəki kökən nə bala? Hə, doğrusu tərəfdə. Teşekkür ederim. Allah Allah. Acayip, acayip. Qaysi davrlarda selingan bo'g'aydi ekan?
Magnifique. Assalamu alaykum, hürmetli qeyrindaşlar. Bugün kızım bilen ikimiz Toshkentdagi amaliy san'at muzeyxonasiga kirdik. Gerçi bu muzeydeki her xil buyumlar, san'at buyumlari nihoyat uzoq tarixga ega bo'lmasa-mu, lekin O'zbek xalqininki aql parostining javharlari mujassamlangan buyumlar ekan ko'rib shunday xush bo'ldik. Shunga biraz tartib hozirlarga ayrim sunamiz. Ha qizim, siz bek yaxshi ko'rdingiz-ku? Allah, çırak atmayı çekti. Allah Allah. Ah, kahvala. taamlar. Bu taamlamanın hem taamla bak ya.
Toshkentning Keptiri. O'tgan. Samarqand tepiga o'tibsan mana. Allah. Bu. Ha. Voy biz yemidekmiz mana. Odam yis bo'ldi ekanda. Pek chiroyli kelik rangi. Mana kallı pakalçak var ki. Vay. Sevet tuttu bunu çıkardın yani. Yemeğsiz balam. Bilemedim kabisen bulam o naranisen bulam o kallı pakalçak ne siz yani ben çok yemeyim. Aferin. Ama ağzlarımızda serix su kep ketdi ya, lekin Ben pis oku kaptı ha. Şu. Sergaç kam bo qaptı, sergaç. Allah. Lekin ko'rib xursand bo'ldim. Ha balam. Hoş bulduk. Mafraqla, isla. Uyg'urlar meni. Afiyet bo'lsin qizim. Allah. Hemen teksem yaptı bağlananı. Dökün abi. Vallahi abi çıkkın ha. Ay. Allah. Rahman degan sizin yeydigan bizni deb keltirdik biz mana. Кубаргама, колени кота. Чтобы поднять руку, мне нужно двигаться. Sen kimsin? Я кто? А ты кто? Senden so'rayapman. Sendan so'rayapman. Gapimni qaytarma. Gapimni qaytarma. Тихо. Тихо. Я позову полицию. Стой. Хорошо. Я пришел, чтобы поразвлечься с тобой. И поэтому я подготовил для тебя подарок, который полон магии и волшебства. Ha? Sen meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Sen o'g'risan. Yuzingga nima kiyib olding? Это маска. Налей чайник чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь им нравится она. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Что за жизнь без чайханы. Идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы.
get wings to fly. Oh.